o'tgan safargi videoyimizdan keyin juda ham ko'p akalarimiz bitta drabilka olishib, orqasidan Chusmaster'ni Chust original pichoqlarini olishgandi. Bugun Chusmaster yangilik qilishdan to'xtamagan holatda yana bitta mana bunday boltani sizlarga tekinga xuddi mana shunday drabilka olgan akalarimizga qo'shib berilyapti ekan. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz. Bugun biz xudo xolasa sizlarga yangiliklardan to'xtamagan holatda Chusmaster'ni obzorga yetib kelganmiz. Ya'ni Chusmaster drabilkalarini bugun xudo xolasa Murodjon akamiz aytishdi, bomba qilamiz Jamshidbek deyishdi. Videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosing, chunki bunaqa nima deydi, imkoniyat berayotgan odamlarni har doim qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. O'shanga videoga like bosib, kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biz videomizni boshladik va Murodjon akani chaqiramiz. Murodjon aka, keling aka. Nima ko'tarib oldingiz? Yana bitta bonus qo'shdik. Qanaqa bonus? Bu chang chiqarmaydigan palatka. Hop, 250 ming bonusimiz. 250 ming, 300 ming sotilgan. Mana. Aka, tayyor holati. Kimga nechta kerak bo'lsa mana beramiz. Aka, hozir arzoniga ham, qimmatiga ham qo'shib berilyapti? Hammasiga. Eng arzoni bizda necha? 2 million 400 ming so'mdan. 2 million 400 ming so'mdan 3 million so'mgacha, dastavkasi xonadonlargacha. 2 million 400 mingga o'shanda buni qo'shib bersa 300 ming hisoblasa 2 million 100 mingga tushyaptimi hozir? Shunaqa. Dastavkasi bilanmi? Dastavkasi ichida xonadonlargacha, O'zbekiston 12 ta viloyatiga. Men aytyapman sizlarga, yangilik qilishdan to'xtalgani yo'q, to'xtab qolingani yo'q. Aka, bo'ldi, bo'lmasa bugungi videomizni xudo xolasa boshlaymiz. Bemalol obunachilar bilan salomlashib. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum Jamshidbek obunachilari. Xudo xolasa mana yurtdoshlarimizga manfaatli videolarni, yaxshi drabilkalar tayyorlab yetkazib beryapmiz. Va mana hozir changdan juda ko'p odam buni kommentariyada yozishadi, changi yomon deb. O'shaning uchun mana chang chiqarmaydigan palatkani bonus sifatida qo'shib beryapmiz. Xudo xolasa bitta drabilka olganga bitta qo'shib beramiz. Zo'r, ajoyib. Ammo haligi hazil bo'lmasa, chin bo'lsa, endi haligi nima deydi, qulog'imga ishonmayapman, ko'rayotgan ko'zimga ishonmayapman deydi. Keyin Jamshidbek motorlariga 2 oy kafolat, o'sha 5 yildan buyon internetga kirgan bo'lsak, 5 yildan buyon o'sha motorlarga 2 oy kafolat beramiz. Endi qolgan joyiga, temir sohasi pichoqlariga bugundan boshlab 1 yil kafolat beramiz. Gap so'z yo'q. Qaysi drabilkani ko'rgansiz, motoriga 2 oy ishonmasdan, ishonib qo'rqmasdan garantiya berganini. Menimcha faqat Chusmasterda bo'lsa kerak hozircha, lekin men eshitganim yo'q, bo'lgan bo'lsa ham. Shuning uchun gap yo'q, bu yog'iga 1 yil bo'ladigan bo'lsa, 1 yil maza qilib ishlataverasiz. Kamchiligi bo'lsa, nimadir bo'lsa, svarkasi ko'chib ketadigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz bo'ladi. Garantiya talonimizda 4 ta telefon nomeri bo'ladi. Og'zaki garantiya berilmaydi. Garantiya talonlari bilan beriladi. Zo'r. Keyin o'sha telefon nomerlari hammasi o'zim javob beraman. O'sha hozir videoda nima deyotgan bo'lsam, o'sha telefonda o'sha narsani gapiramiz. Zo'r, ajoyib. Bo'lmasa, xudo xolasa sizlarga bitta chiqarib, bular nimaga qodir hammasini ko'rsatib beramiz. Mana bu xolasa hozir pichoqda xolasa boltami? Xolasa pichoq. Endi pichog'imizda Chustni milliy pichog'i bu. O'zimiz brendimiz ostida chiqayotgan Chust milliy pichog'i. Xohlasizlar, endi ko'p akalarimiz otalariga sovg'a sifatida so'rashyapti va orqasiga otalarining ismlarini yozib beryapmiz, zakaz qilishyapti. Xohlasalar yozib beramiz. Bu bonus ichida bo'ladi. Zo'r, ajoyib. Shu yangilik qilishdan to'xtashmasin, xudo xolasa chorvador akalarimizga yengillik bo'ladi kundan kunga xudo xolasa. Bo'lmasa boshladik, qaysi biridan boshlaymiz Murodjon aka? Mana 2 million 400 ming so'mdan boshlaylik, kichigidan. 2 million 400 mingligi mana bilan bir xil aka. Hozimdek qaraganda. Aka, korpuslari bir xil bo'ladi. Pichoqlari ham bir xil bo'ladi. Bir motor quvvatida. Aka, buni alik o'tib ketsak, motorlariga 4 kilovat yozilgan bo'ladi. Lekin ichki admotkasi motorniki 2.2 deb sotamiz. 2 kilovatlik. Xo'p, buni hozir ishlatib beramiz. To'g'risini aytib sotgan yaxshi albatta. Albatta. Chunki baribir qachondir kuyib qolsa-yu, hozir biz ali deb sotsak buni 4 kilovat deb sotsak, ertaga kuyib qolsa, u to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun xitoyliklarga olib borib 7 kilovat desangiz 7 kilovat yozib beraveradi. Shunaqa. O'shancha to'g'risini aytib sotgan yaxshi. Mosh
ishlaydi. Mana aka. Mana. Hozir bu katta setkasida. Shunaqa Murodjon aka? Ha, bu katta setkasida. Katta setkasida chiqargan holati. Ko'rib turibsizlar. Endi buni farqi qanaqa-yu? Bundan oldingi farqi qanaqa? Buni bemalol Bu yirik setkasi hozir mayin setka ham qo'shib beryapmiz aka. Undan ham ishlatib beramiz hozir. qo'ydi setkasi ham bor, xudo xolasa. Albatta. Qo'yniki ham bor, keyin hozir ko'p akalarimiz sloska mayin setka so'rashyapti. Somonni sloska qo'shar ekanlar. O'shanga uni ham qo'shib beramiz. Zo'r. Setkalarimiz mana 5 xil bo'lgan. Setkani ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Setka hozir 5 ta setka beramiz. Mana haligi uchun, bug'doy uchun, mana bu yarmalar uchun, mana bu mollar uchun aka. Bunisi qo'yniki. Xohlasa mana mayindan aynan qo'shib beramiz. Hammasi bonus hech qanaqa pul qo'shilmaydi? Yo'q, hammasi bonus aka. 5 ta setka, bitta drabilka olgan odamga. Keyin o'zida ham o'rtasida alisi bor, to'sig'i bo'ladi. U ham bemalol molga bo'laveradi. O'sha bilan mana 6 ta bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Eng maydasi nechilik bo'ladi? 2 lik bo'ladi. 1.8 2 shunaqa aka. Zo'r. Xo'p, bunisi mana aka 4 kilovatlik mis. Ha, misab modka bu. 4 kilovatlik mis. Ariol firmaniki. Aha. Ariol firmaniki ishlatib beramiz buni ham. Xudo xolasa aka, buni narxi 3 million so'm. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Dastavkasi mutlaqo bepul, ichidagi xonadonlargacha yetkazib beramiz, xonadonlargacha. Zo'r, xonadonlarigacha yetkazib beriladi shu narxda ichida. Qani misni ham kuchini ko'raylikchi. Bo'ldi hozir. Misab modkani asosan katta yoshdagi amakilarimiz, otalarimiz olishadi, chunki baribir mis-da deb qo'yishadi. Shunaqa. Bosdik bo'lmasa aka. Oho, ovozni qaranglar. Beda picha aralash. Beda bilan ichida ajrig'i ham bor, ketaveradi. Yerang'oq. Mana aka. Chiqargan holati. Oborodan sal tezroqmi bunda? O'shanda? Yo'q, quvvat zo'r aka bunda. Quvvat zo'r. 4 kilovatlik-ku, alyuminiy quvvati shunaqa bo'ladi aka bunda. Ha, alyuminiy ham bir xil bo'ladi, lekin solinyapti, chiqarilyapti-da, mana qaranglar. Bitta pressda bir minutga olib bormaydi aka. Solinyapti, chiqarilyapti. Mana pressda Keyin mana uni yaxshiligi aka o'sha 25 ga 2025-yilda o'sha zo'r ketayotgan chus masteri. Mana shu drabilkamiz. Diametr katta. Sig'ini ko'ryapsiz, shuni tashlab olsangiz o'zi kirib ketaveradi. Tiqilib qolmaydi, bemalol solaverasiz. Solaverasiz aka. Ha, bemalol chiqaraveradi. Keyin g'ildiraklari bor aka. Bemalol bu yerdan tortib yursalar bo'laveradi. Bu ham bitta qulaylik, ko'p akalarimizga uylariga masalan tashlab ketishganda bir xilgi hojotalarimiz chiqarishadi. O'shanda bemalol u yoq bu yoqqa surib, qiynalmay ishlarini bitirishaveradi. Pichoqlari 28 talik bo'ladi aka. 28 ta pichoq bo'ladi. 28 talik bo'ladi. Hammasi ishlaydi. Sanoq uchun qo'yilmagan, hammasi o'z vazifasi bor. Zo'r. Xolasa. 28 ta pichoq. Zo'r. Pichoqlari germanskiy bo'ladi. Pichoqlari kalyonniy bo'ladi, ha? Kalyonniy. Bunisi 3 kilovatlik aka, alyuminiy admotkelik. Buni narxi 2 million 600 ming so'm. Aha. Buni narxi 2 million 600 ming so'm. Hozir buni ham ishlatib berib, xudo xolasa. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Aka bular hozir o'sha qo'y setkasida aka. Hozir buni bittasiga o'sha mayin setkani qo'yib uni ham ishlatib beramiz. Bu qo'ydi setkasi. O'sha 5 talik setkasida aka bu. Mana. Mana holat. Qo'ylaringizga bemalol bersangiz bo'ladi, maza qilib, g'itir qilib yeydi. Hozir bunisini ali qilib beramiz aka.
Bunga hozir yirik setkada, mayin setkada ishlatib beraman. Ha, bu mayin setkasi. Hozir mayin setkani olib qo'yamizmi? Aha. Olinishiga ham e'tibor beringlar. Olinishi ham, solinishi ham setkani oson. Bitta setka almashtirgani ham mana bu boltni yechib, yana qaytadan qo'yib o'tirmaysiz. Shuni chekkasidan solib, chekkasidan yechib qo'yiladi. Ana osongina. Hech kimga qiyinchilik. Iloji boricha haligi nima klientlarda o'ylanganda. Albatta aka, bu ustini ochib o'tirmaydilar. Bemalol almashtirib ishlatib aka. Zo'r. Xo'p, bunimizda bu 4 4 kilovat alyumin aka bu. Alyumin modka. Narxi? Narxi 2.800 ming so'm. 2800 ming so'm. Aka 6,5 kilovat yozilgan bo'ladi. Aha. 6,5 kilovat, lekin 4 kilovat beradi ichi buni. 4 kilovat deb sotamiz. Ayrim motorlar shunaqa bo'ladi, lekin ayrim motorlar aka 4 kilovat beradi, yozilgan bo'ladi, 4 kilovat beradi. Aha, tushunarli. Endi yolg'on aralashtirmay iloji boricha to'liq nima deydi? To'g'ri sotamiz aka. To'g'risini sot aytilgani yaxshi, o'shaning uchun mana shu paytgacha Chusmaster bilan ishlayapmiz. Hech qanaqa aldov, boshqa narsa bo'lmaydi. Birorta odam telefon qilib jalba qilgani yo'q. Aka, siz videoni chiqaribsiz, mana bunaqa bo'lib qoldi, gaplariga javob bera olmayapti deyilgan narsa yo'q. Hammasini xudo xolasa Murodjon akamiz to'lig'icha chiroyli qilib yetkazib berishyapti. Klient undan keyin gap so'zi qolgani yo'q. Pastda agar kimdir olgan bo'lsa, yozib ketsanglar bo'ladi. Foydalangan akalarimiz. Buni ishlatib beraylikmi aka? Ha? Buni ishlatib beraylikmi? Bitta ishlatib Bu beraylik. alyumin admotka aka. Buni bir quvvatini ko'ring, xudo xolasa. Bu mayin setkasida aka. Eng mayini bu. O'sha aytilgan o'sha mayin setkasida. Mana aka. Endi vohalik akalarimiz har safar so'rashgan, agar oldingi videolarimizni ko'rsanglar ham bo'ladi. Paxolni chiqaradimi deyishgandi. O'tgan safar prямой efirni ham shunday chiqarib berganmiz. Video qilib ham chiqarib berganmiz. Paxol bo'lganiga pushaymon qilib tashlagan to'g'risi bor. Chiqarishiga va shu gap so'z yo'q. Mana eng mayini buni bor-ku. Bitta o'zingiz yem qilib, siliz yemni ichiga aralashtirib, mishalka bor, o'shandan bitta aralashtirib solib, mollaringizga beradigan bo'lsangiz, maza qilib yeydi-da. Gap so'z yo'q. O'sha holatda ekan, qaranglar. Zo'r. Bunda nushxutni o'zi ham qolmaydi, yarab tashlaydi. Maydalab tashlaydi aka, hammasi. Zo'r. Narxini aytdik, kilovatini aytdik, chiqarib berdik. Keyingisi qaysi biri? Murodjon aka. Mana yonbosh aka, hozir. O. Buni bemalol bunday ko'tarib bu yoqqa yursa bo'ladi-da. Murodjon aka. Ha, buni bemalol aka bunday qilib yotqizib, yonbosh holatda ishlatsangiz ham bo'laveradi, keyin alilarni olib tashlasangiz bo'laveradi aka. Oyoq agar harakat bersa, bu hammasi boltka aka bo'ladi. Bemalol yechib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi ko'pincha bunda tomda chiqaradigan akalarimiz zo'r ekanda. Ko'proq olishyapti. Chiqarib olishadi, shunda yonboshlatishadi. Ishlari ishlashaveradi aka. Zo'r. O'ta chiroyli qilib ishlatib. Buni ho'lni ham chiqarib berganmiz. Endi hozir ho'l topilmagani uchun quruqni chiqarib beramiz, lekin chiqarib beramiz aka. Yirik setkasida chiqarib beramiz. Ho'lni ham bemalol qiynalmay chiqaraveradi. Albatta setkasini olib tashlasalaring. Agar slot qiladigan bo'lsa aka, setkalarni olib tashlaydilar. Endi baribir ho'l narsa yopishqoq bo'ladi. O'shani hisobiga setkaga yopishadi. Keyin liboy drabelga ham tiqiladi. Tiqiladi. Suvi borligini hisobiga setkaga yopishib qoladi, o'shani hisobiga chiqara olmaydi. Maydalashda muammo qilmaydi, lekin chiqarishda muammo qiladi. O'shaning uchun tiqiladi, motorga kuch keladi-da. O'shaning uchun setkani olib tashlashlangan. Ishlatib beraman aka buni ham. Конечно aka. Yonboshlatib ishlatib bering. Mana aka. Xohlasalar aka yonboshlatib.
Yonboshga qulaydi aka bu. Ana endi Mana aka, yirik setkasida. Bu ham jali emas, quruq emas aka. Nima bor? Bu ham nima bor ekan haqiqatda mana. Endi menga kamera orqasidan sizlarga sezilmasligi mumkin, lekin men ushlaganda sezib turibman mana. Nima bor? Mana qo'limda qolib ketdi. Nima bor? Lekin chiqarishi yomon. Dahshat. Qo'lini xuddi o'sha setkasini olib tashlasalaring, qo'lini maza qilib chiqaraverasizlar, silis qilib mollaringga bersalaring ham bo'ladi keyin. Xo'p, palatkani qo'yib bittasida chiqarib beraylik, Murodjon aka. Bo'ldi, hozir chiqarib beramiz. Bo'ldi, xo'p. Chunki somon chiqarib bersak, somon eng shu chorvador akalarimizni qiynagan narsa-da. Somon changiydi, allergiya bo'lishadi, kasal bo'lib qolishadi. O'shani hisobiga hozir palatkani qo'yib chiqarib beramiz. Mana xudo xolasa sizlarga palatkani kiydirdik. Endi palatkada bitta nima chiqarib maydalab beramiz. Qo'ya maydalab beramiz. Keyin mana yerang qo'lay maydalab beramiz. Bo'ldi. Kelasini chiqarib ko'rsatib beramiz sizlarga. Xudo xolasa. Qani? Bismillah. Ketdi. Qimirlatishini qaranglar. Tayyor. Buni ham men qo'ygim kelmayapti. Buni ham o'sha bilasizlar o'zlaring 250 ming, 200 ming, 300 minggacha sotishgan. Buni ham aytib o'tganimizdek. Keyin buni qanaqa qilib yechamiz? Ipi bor ekan uni. Buni ipi bor. Bitta ipini olib, keyin alersi ham mana Lego sifatida bo'ladi aka. Ramasi ham mana. Aha. Bemalol yig'ishtirilib. Ha, bu yig'ishtiriladi. Aha, yig'ishtirib olib borsa bo'laveradi aka. Zo'r. Ajoyib. Hammasi mana shlankalari ham original gidradan qilingan ekan. Xo'p, dondunni qanaqa qilamiz? Chiqarib ko'rsatib beramiz. Chiqarib beramiz aka mana. Uni ham makkasi bor. Bug'doyi bor akalarimizga. Hozir buni yorma setkasida turibdimi, Murodjon aka? Ha, yorma ekan-a bu. Palatkani chekara qo'yib qo'yamiz. Bunisi kepak holatda, bunisi yorma holat. Keyin bitta narsaga e'tibor bering, birmin. Mana bu nam. Hozir olib keldik, magazindan nam ekan. Nam holatda hozir chiqarishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bismillah. Aka shu yarmi setkasida 1 soatga 200-250 kilogacha chiqarib beradi. 200-250 kilo Chiqarib beradi. Endi qaranglar. Bitta narsaga e'tibor beringlarmi? Nam dedim-ku. Nam pamliga qarab o'tirmadi. Mana. Yorma holatida bemalol atala qilib beradigan akalarimiz mollariga berishsa bo'ladi. Hali ham sachyapti menga. Mana bu kepak holatdagi. Zo'r. Bunimizning narxi aytib o'tganimizda 2 million 800 ming so'm. O'sha setkasi hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Endi bug'doy. Bug'doyni hozir sizlarga kepak holatida, ya'ni bemalol aralashtirib, silis ustiga qo'shib beradigan holatda chiqarib ko'rsatib beramiz sizlarga. Xudo xolasa. U bug'doy bilan anoni aralashtiramiz hozir. Aralashtiramiz aka. Bug'doy bilan makkani aralashtirib chiqarib ko'rsatib beramiz sizlarga. Mana. Bu ham shu nam ali makka mana aka. Hozirgi makka chiqarib beramiz shu mayin setkasida ham. Bo'ldi. Bismillah.
namligi uchun mana uzoqqa otmayapti-da. Yerga tushyapti aka. Hozir ko'rsatamiz. Albatta chiqarib bo'lgandan keyin ozgina ichini bo'shatib yuborish hisobiga 1 minut aylanib turish kerak. 1 minut aylanib turish kerak. Videomiz cho'zilib ketmasin. Mana sizlarga. Mana holati. Mana. Bundan mayroq setkasi kerak deysa, uni ham Qo'shib beramiz aka, qo'shib beramiz. Qo'shib ham berilaveradi. Chunki baribir ko'p odamga kerak bo'lmayapti-da u. Ko'p odam qo'yib boqadi. O'shaning uchun u kerak bo'lmayapti, so'rashmayapti. So'rashsa qo'shib beramiz. U bonus ichida bo'ladi. Talabga qarab, albatta. Xudo xolasa qilib beriladi. Mana o'ylaymanki, hammasini chiqarib ko'rsatdik. Aytilmagan narsamiz nima qoldi bizda? Hozir mana qo'yxonalarimiz bor, keyin hali tayyorlayapmiz aka. Qo'yxonaga bitta o'taylik aka, bitta ko'rsatib beray uni ham. Qo'yxona so'ragan akalarimizga mana bunaqa mustahkam qo'yxonalar ham bor, xudo xolasa. Aytyapman, yangilik qilishdan to'xtalgani yo'q. Nimaiki qulayliklar bo'ladigan bo'lsa, hammasini sizlarga Chusmaster qilib beryapti. Bunimiz nechiga necha? Murodjon aka? Xo'p, aka, bunimiz 3 talik bo'ladi. O'rtasida pergorodkalari bor. Aha. 1,5 metrga 2,10 bo'ladi. 3 talik bo'ladi bu. 3 ta qo'yib boqsangiz bo'laveradi. Eng zo'r joyi har bittasini aka oxiri bilan liso eshigi bitta joyda mana. Bemalol kirgizib chiqarsangiz bo'laveradi. Ha, hammasiniki ochiladimi hozir? Hammasi alohida aka. Voy, molades. Chunki mana yerdan bo'lingandan keyin u bitta qo'yni o'zini bemalol ko'tarib, monosini ko'tarib, olib chiqib yangi qo'y ham tayyor bo'lsa sotib. Aka, paqir qo'ysangiz bo'laveradi aka. Bu yerga paqir suv uchun. Paqir aka. Zo'r. Xo'p, materiallar aka 1,7 likdan bo'lgan. Aha. Yangi O'zbekistoncha turbasi, yupqa ishlatilmagan. 1,7 lik shu qalinlikdagi nima material ishlatilgan bo'lsa, yangi narsa hammasi 1,7. Xo'p, buni narxi 2,8 ming so'm aka, vodiy bo'yicha dastavkasi tekin. 2,8 ichida. Aha, uygacha borib, uygacha yetkazib beramiz. Qolgan joylarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Keyin bitta narsaga e'tibor berdim, bolt gaykasi bor ekan bu. Ha, yig'ishtiriladi aka bu. Yig'ishtiriladi, kichkina bo'ladi, ha? Mana shuni taxlab turib olib ketaverasiz. Zo'r. Ajoyib. Ikkita lisi bor aka. Aha. Xohlaganga, ikkita qo'yib boqaman deganga mana ikkita lisi bor. Xohlasalar mana 4 ta lisi ham bor aka. Nechta desalar yasab beraveramiz aka. Zo'r. 4 talisini nechi pul, 2 talisini nechi pul? Xo'p, buni narxi aka 3,4 ming so'm. 4 talisiniki. Aha. Dastavkasi ichida bo'ladi. Xo'p, bunisi aka 2,4 ming so'm. 2,4 ming so'm. 2,4 ming so'm. Ko'proq qo'yib arzon tushaveradi aka. akalarimiz, Ko'proq qilinaversa arzon tushaveradi aka bu. Qancha ko'p kattaroq bo'ladigan bo'lsa, arzon tushaveradi aka. Yetkazib beramiz. Vodiy bo'yicha xonadonlargacha yetkazib beramiz aka. Zo'r. Ajoyib. Endi kimda katyol ham qilyapmiz. Yangi boshladik, xudo xolasa aka. Aha. Katyollarni ham shu zo'ridan mana ham ekonom pechka ham boshlaganmiz. Bundan keyingi xudo xolasa videolarimizda aka buni ham chiroyli qilib obzorini qilamiz. Hozir menimcha chiqyapti, sotilyapti shekilli aka. Ha, hozir zo'r ketayotgan sezon-ku, o'shaning uchun. Sezonning hisobiga aka bu. Mana listlari ham hammasi turli listdan qilingan aka. Zo'r. Aka, pechkamiz nechi pul, katyolimiz nechi pul, necha kilovat joy hozir bu 200-250 kvadratlik elimiz, katyolimiz. Buni 8 million so'm sotyapmiz. Listi 4 lik bo'ladi. Dastavkasi? Hamma yo'g'i. Dastavkasi ichida bo'ladi. Yetkazib beriladi. Albatta, yetkazib beramiz. Xo'p, ekonom pechkamizda aka 20 ga 20 listi bor. Mana hozir 21 deyiladi. Buni aka 750 ming so'm sotyapmiz. 25 ga 25 bor. Uni 850 ming so'm sotyapmiz. Dastavkasi qanaqa? Vodiy bo'yicha qilib beraman aka. Vodiy bo'yicha qilib beriladi. Beramiz. Necha kun yetib boradi? Agar optimga ishlayman desalar aka, buni olib sotaman degan akalarimizga ham katta miqdorda qilib beramiz. Xudo xolasa, ha. Narxini kelishilgan holatda bo'ladi. Albatta yetkazib beramiz, chiroyli holatda yetkazib beramiz. Listlari aka 2,8 bo'ladi, qolgan joylari 2 lik listdan bo'ladi. Qozon o'sha yonadigan joyi 2,8 listdan. Qalin ekan. 2,8 listdan qilib beramiz aka. Zo'r, mana narxini aytib o'tib ketdik. Menimcha bizda bitta garelka qoldi. Garelkamiz bor. Hozir sizlarga garelkani ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa yoqib, chiroyli qilib ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana garelkani yoqib qo'yishibdi bular. Garelkani yoqib qo'yishibdi. Mana aka tayyor holatlari. Bu hali motor ishlagani yo'q. Buni bemalol bilishim bo'yicha Murodjon aka ko'mirni xokasiga zo'r yonadi. Xokasiga zo'r yonadi. Endi biz hozir xokamiz yo'qligi uchun akalarimiz yondirishib qo'yibdi. Bemalol mana alisi bor aka.
o'zlariga qanaqalik kerak bo'lsa bemalol mana bu yerda regrofiya qilib ishlatsalar bo'laveradi aka. Bunimizni narxi nechi pul aka? Bunimizni narxi aka 800 ming so'm. Aha. O'sha bularni ham dastaki qilib beramiz. 800 ming so'm, boshqa joylardan arzon eshitgan bo'lsalaring. 800 ming so'm qilib beramiz. Lislari qalin bo'ladi. Qilib beramiz aka. Zo'r. Ajoyib, shu komplekt motori shilankasi tayyor bo'ladi. Hammasi tayyor holatda bo'ladi aka. Zo'r. Olib borib ishlatib berishadi aka. Zo'r. Agar videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, albatta videoga like bosib qo'yinglar. Sizlarga iloji boricha imkon qadar yondashgan holatda chiroyli qilib obzor qilib berdik deb o'ylayman. Menimcha boshqa narsa qolmadi, Murodjon aka. Xudo xolasa qolmadi. Sizga rahmat, xalq xizmatidan charchamang. Xush kelibsizlar. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar.